Anvar Boboqulovning ustaxonasiga keldik. Rassom Anvar Boboqulov tabiatni sevuvchi, hayot bilan hamnafas ijodkorlardan. Uning asarlariga nazar tashlar ekansiz, bir lahzada kuzning olti rang fasliga, yana bir lahzada tog'lar bag'riga yoki qip-qizil anorzorlar qo'yniga sayohat qilgandek bo'lasiz. Har bir polotnoda tabiatning nafasi, yurtning go'zalligi va rassom qalbining tuyg'ulari mujassam. Ijodkorni ilhomga yetaklaydigan kuch nima? Ustozi Ne'mat Qo'ziboyevdan nimalarni o'rgangan? Ilk marta qaysi asarlar bilan san'at ixlosmandlari e'tiborini qozongan? Bu va boshqa qiziqarli savollarga javobni Rassom ustaxonasi loyihamizda topasiz. Rassom Anvar Boboqulov 1980-yil 9-fevral kuni Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida tavallud topgan. U 1999-2004-yillarda Kamoliddin Bezod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining dastgohli rang tasvir yo'nalishida tahsil olgan. U O'zbekiston Badiiy akademiyasining Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi. San'at kichik yopiq doira uchun emas, bir necha o'ta bilimdon odamlar uchun emas, balki butun xalq uchun mavjud, degan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Biz Anvar Boboqulovning ustaxonasiga keldik. Assalomu alaykum. Anvar aka, hormang. Va alaykum assalom. Zo'r. Sizni ustaxonangizga keldik. Anvar Boboqulovning ijod olami, sirli ijodlari bilan, ilhom manbalari, badiiy qahramonlari, safar taassurotlari bilan, kelajakdagi orzu maqsadlari bilan yanada yaqinroq tanishamiz. Anvar aka, rassomlikka bo'lgan qiziqishingiz qachon va qanday bo'lgan? Rassomlikka qiziqishim bu aslida bolalikdan keladi. Buni hozir esla olmayman va aniq bir vaqt bilan aytib bera olmayman. Chunki men uni bilmayman haqiqatdan. Ammo yoshligimdan bunga sohaga qiziqqanman. Bu meni o'ziga jalb qilgan, o'ziga rom etgan. Bolalikda uni ruhan, qalban sevib, shu ichida yurgan bo'lsam, keyin aqlan ham anglay boshlaganman katta bo'lgandan keyin. Aynan bu sohaga to'liq bir kirishimga meni onam motivator bo'lganlar. Onam bu sohadan juda yiroqlar. Hozir o'ylab qarasam, bilmaydilar, buni ko'p takror aytaman-da. Onam hozir 88 yoshdalar. Yoshligimda menga aytardilar-ki, mana derazadan tashqarini ko'rganingni chiz. Erkin chiz. Tabiatga shunchaki boqda, o'shani nimani ko'rsang shuni chiz. Aslida bu so'z edi, endi anglasam, aslida u ko'rganingni emas, his qilganingni chiz degan bir ma'no anglatardi. Hozir o'ylab qarasam-da. Rassomchilik sirlarini maktabda ustozim o'rgatgan, rasm ustozim Gulnoz opa o'rgatganlar menga. Ranglar bilan ishlashdi, qog'oz bilan, mato bilan, o'sha professional yondashishga birinchi ta'limni berganlar. Keyingi maktab bitirgandan keyin Toshkentga kelib, Benkov nomidagi rassomchilik maktabiga topshirganman. Bu yerda ozroq tahsil olganman. Undan keyin institutga topshirganman, Kamoliddin Bezod nomidagi. Va institutni to'liq 5 yil tugatib, hozir erkin ijodkorsiz. Erkin ijodkorman. Sizni ijod namunalaringizni tanishib chiqqanimda ustozingiz Ne'mat Qo'ziboyev bo'lgan ekanlar. Ustozimni men juda hurmat qilganman va hozirgi kunda yana ham shuni ijodini o'rganib, chuqur falsafiy yondashishlar bilan hurmatim har doim oshib boradi-da. Oldin shunchaki ko'z bilan ko'rgan bo'lsam, hozirda qalb bilan ko'ra boraman-da. Shu nuqtai nazardan ustozimni oldin aytgan so'zlarini tushunmagan bo'lsam, bugun anglay boryapman. Ayniqsa opera va balet teatrida tez-tez tushib turinglar degan taklifni berardilar-da. Men boshqa joyda bu narsani eshitmaganman.
ustozimdan eshitganim uchun buni aytishni xohladim. Nima uchun endi aynan opera va balet teatri deganlar? Ha, uni ham hozirgi o'zimni nuqtai nazarimdan aytadigan bo'lsam, o'sha opera baletdagi harakatlarni nozikligi, harakatlarni bir go'zalligi va u yerdagi aytiladigan mavzuga insonni yetaklab boruvchi, qamrab oluvchi, inson hayotiga ta'sir qiluvchi voqeliklar go'zal plastika bilan yechimi borda rassomga xos. Raqsda rassom bu rasm chizuvchi inson emas. Rasm chizuvchi usta emas. Go'zal bir suratni chizib beruvchi inson emas. Shu nuqtai nazardan unda badiiy yechim bo'lishi kerak, ruhiyat bo'lishi kerak, qalb bo'lishi kerak. Tabiat bilan hamohang yashay bilish kerak-da. Ayniqsa tabiat manzarasini chizuvchi rassomlar bo'ladigan bo'lsa, manzarachi rassom bo'ladigan bo'lsa, u o'sha tabiat bilan birga yashashi kerak. Kompozitsiya yechimlarini qanday qilishligini, manzarada qanaqa yechimlar bo'lishligini o'rgatib tushuntirib berardilar. Asarlaringizda milliylik va zamonaviylik uyg'unligini qanday saqlaysiz? Aslida bu nuqtai nazar bilan ish qilmayman. Bir asar yaratadigan bo'lsam, yo kartina yaratadigan bo'lsam, aynan milliylik va zamonaviylikni bir yerga uyg'unlashtirishni maqsad qilib ish qilmayman. Sababki milliylik tushunchasi mani o'zimda tushuncha bor, shundayki, men yashab turgan hudud, men yashab turgan jamiyat, mani qamrab olgan insonlar, bular mani milliyligim. Ularning so'zi, ular bilan bo'lgan mani munosabatlarim, suhbatlarim, ko'rish jarayonida menga ta'sir qiladigan holatlar, bu mani milliyligim. Zamonaviylik bilan qanday yechim bo'ladi desangiz, men bugungi kunda ko'rib turgan holatlarimni o'z holicha badiiy talqin qiladigan bo'lsam, buni o'zi zamonaviylik deb bilaman. Chunki men aynan shu zamonda yashab turibman, aynan shu zamonda ishlayapman. Mana shuni o'zi zamonaviylik hisoblanadi. Ijodingizda eng qiyin yaratilgan asaringiz qaysi? Mani ijodimda qaysidir asar mani qiyin holatga tushirib qo'ymagan. Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, shunchaki oson ham bo'lmagan hech qaysi. Chunki men tabiatda ko'proq plenerda suratlar chizaman. Shu nuqtai nazardan hattoki plenerda chiqib, men juda tez ishlayman. Yarim soatda ishlaydigan asarim ham o'ziga yarasha o'zini bir bosqichlari bor-da. Buni men qiyinchilik deb bilmayman. Agar siz savolingizga aytasam, meni hayotimdagi asarlarimda bunda qiyinchilik yo'q. Ilk bora qaysi asaringiz bilan mashhur bo'lgansiz? Mashhur bo'ldim deb ayta olmayman. Bu yopiq eshik. Bu yerda men hozirgi kundagi Toshkent City qurilgan hududda eski mahalla bo'lardi, o'qchi mahalla. O'sha yerda ishlaganman buni. Chunki har bir insonning o'zini yopiq eshigi bo'ladi. Hech kimga aytishni xohlamaydigan, ayta olmaydigan bir sir deyish ham mumkin. Yo bo'lmasa shunchaki uni o'zini nimalari, dunyosi, hayoti va o'tmishi deylik. Bu eshikni ochib kirsangiz, har bir insonning o'zini o'tmishi bor-da.